Rishtonda 8 sotix joy qo'yapman. Shunaqa shikalat joydan uspet qilgan, uspet qildi. Aka, turar joy ham qo'ying deysizlar. Mana turar joy. Tomorqa sotilyapti 8 sotix. Esinglarda bo'lsa, sal nariyoqda o'sha drenaj, pastansani oldida 6 sotix joyimizni 14 ming qo'ydik, 13,5 mingga baraka bo'lib ketdi. Ulyanov maktabni oldida. Bu yerdan Miskindan ham kirib kelsangiz bo'ladi, bu tomoni Kulolondan ham kirib kelsangiz bo'ladi. Yoki anu Muravev purav sotadigan magazinning oldidan kirib kelsangiz ham 2-3 ta xodi bor, joyni ko'rsatyapman. Joylari zo'r, svet, suvdan muammosi yo'q, gaz yo'q. Sraz aytyapman, mana shu joyimizda hozir 8 sotix joyimiz sotilyapti. Srochna, puli ham chiroyli qo'ydik. Akamiz sal qimmatroq aytishdi, biz tushirib narxini chiroyli qo'ydik. Xullas, mashetdan ajratib berishadi. Bu tomon emas, bu tomondan. Ulgurib qolinglar, puli ham chiroyli chiqqan. $2000 deyishyapti sotig'ini, ozmoz tushib berishadi. Bizning nomimizdan, bizning kanaldan kelsanglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. 8 sotix 16 ming, yana bizning nomimizdan kelsanglar, ozmoz tushib berishadi. Yaxshi joy, aholi yashaydi. Hamma yoq mahalla mana. Ulyanov maktab metda. Manzilga kelsangiz, Rishtondan Kulolonga kelganingizda 502 magazinni oldidan ham kirib borsangiz bo'lar ekan, keyin 3-4 ta yana yo'l bor ekan naryoqda. Hozir ko'rsataman unisini. Tilmonda o'sha alangadan o'tganingizda, mana shu ko'chaga kirib borganingizda ham bitta yo'limiz bor. Eng yaqini shu joydan